Do'stlar, bugun 3 ta apparatni o'z egalariga jo'natyapmiz. Xo'sh, bu apparatlarimiz elektron akkumulyator hisoblanadi. Bu kallasi aylanadi. Nima farqi bor desak, faqat shu kallasi aylanishida, fleshkasi olinishida farq qilishi mumkin. Qolgan yerlari narigi arzon apparatimiz bilan bir xil. Lekin bunda ham fleshka bor, narigi arzon apparatimizda ham fleshkasi bor. Faqat undagi ma'lumotlarni USB kabel bilan o'tkazasiz. Uni fleshkasi ichida joylashgan bo'ladi. Buniki tashqarida joylashgan bo'ladi. Ikkalasi shu aylanishida ratsiya berib qimmatlashadi bo'ldi. Boshqa anonsi yo'q. Yonishi, ishlashi bir xil. Buni ham garantiyasi bir xil. Buni bitta zavod ishlab chiqaradi. Bizlar doimiy bu apparatdan sotganmiz. Buni zavodga brak chiqishi juda qiyin. Ancha baquvvat ishlangan, 3 yil, 4 yil ishlaganlari ham bor. Shu 2 yildan keyin, 3 yildan keyin shu chiroqchalari sekin ishdan chiqish boshlaydi. Buni ham almashtirishning iloji bor. Buni ham biz zapchastlari bor, qilib beramiz. Xo'p, Farg'ona viloyatiga Baxtiyorjon ukamizga biz 2 ta apparatni chiqaryapmiz. Bittasi o'zlariga, bittasi ustozlariga. Yaqinda Baxtiyorjonni apparatini zavodga bilan chiqib qoldi, almashtirib berdik. Endi ishlatib berdik, ishlaganida suv kirgandan keyin buzilganda. Bu Laziz do'stimizga Samarqanddan, Tayloqdan bu apparatimizni jo'natamiz. Hammasi bir xil apparat, garantiyalari bor. Kimga shunday apparatlar kerak bo'lsa, garantiyni va servis xizmatlari bilan bizga murojaat qilinglar. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.